Bugun yana bitta kompyuter sborkasi amalga oshirilgan. Buni o'zim sborka qilganman, chunki o'zimni studiyam uchun juda ko'p holatlarda mendan so'rashadi, aka qanaqa kompyuter ishlatasiz? Menda bitta emas, bir nechta kompyuterlar bor, shunga qaysi birini aytsam ekan, nima qilsam ekan deb o'ylanib qolaman va mana shunaqangi 4 ta qismli kompyuter sborkalarni taqdim qilamiz. Bir paytlar bitta kompyuterim yaxshisini bo'lishini orzu qilgan edim, Allohga shukr. Hozirgi kunda studiyamda 4 ta kompyuter bor va monitorlar undan karrasiga ko'proq. Bugun ana shu o'zi studiyamizda kompyuterlarni upgrade qilib chiqyapmiz va upgrade bahonasida men bular haqida video ham olib ketmoqdaman. Ya'ni boshlaymiz 4 ta qismdan iborat videoning yoniga yozib qo'yilgan 4-1, ya'ni 4 ta kompyuterimiz bo'lsa, shuni birinchisi, ya'ni eng arzonrog'idan tepaga sal qimmatrog'iga qarab o'sib boradi. Bu kompyuter yonimdagi qo'shimcha xonada turadigan, qo'pol qilib aytganda men game klublarga borish, hattoki shovqin atmosferasini uncha yoqtirmayman. Shuning uchun yonimdagi kompyuterlar shunga qilinganki, do'stlar bilan ko'rishganimizda haftada bir yoki 1-2 marta shu yerda o'ynashligi yoki keyinchalik shunaqa katta ideyalarim bor, ya'ni shogirdlar olish va shular uchun kompyuter hozirlab bormoqdaman. Ya'ni kattaroq jamoa, ko'proq obzorlar qilish uchun. Shuning uchun yig'ilgan birinchi kompyuterimiz texnik xususiyatlari bilan yaqindan tanishamiz va nima ish uchun mo'ljallanganini ham tushuntirib o'taman. Birinchisi bizda prosessor i5 10400F hisoblanadi. Ushbu prosessorga bemalol yetib ortadigan plata H510 yoki H desak bo'ladi. O'zi to'g'rirog'i 510 plata hisoblanadi. Bu kunlar o'zi bu kunlar G41 mi, G40 plus degan kunlar o'zi podsvetkasi yonardi, u kuyib qolgan, lekin muhimi sovutishlari, trubkalari juda ham yaxshi i5 ga yetib ortadi. Ham keysimiz oq bo'lgani uchun mana shu oq kunlarni qo'yganman, ya'ni sovutishi uchun. Undan keyingisi bizda tezkor va doimiy xotiralar. Tezkor xotira 16 GB, keyingi sistemdagi 3200 MHz ishlovchi, bu taymingi balandroq versiyasi hisoblanadi. Ya'ni odatiy 3200 MHz dagi 16 GB DDR4 operativkadan bitta qo'yilgan. Endi men kimgadir kompyuter yig'ayotgan bo'lsam, maslahat berayotgan bo'lsam, bitta 16 emas, ikkita 8 tavsiya qilaman. Shunchaki bu kompyuterlar mendagi bor zapchastlardan, qaysidir kompyuterdan nimadir qolgan, bundan nimadir qolgan, shular asnosida yig'ilgan sborka hisoblanadi. Ya'ni xuddi shunaqa sborka yig'ishinglar kerak degan joyi yo'q. Bu videoning o'zi ma'nosi ham men qanaqa kompyuter ishlatishim, o'zimga qanaqa yig'ganim haqida. Undan keyingisi bizda o'sha legendarniy hisoblangan video kartasi bor. RX 580 aytib qo'yaman, oldindan MSI Armor oilasi. Bu haqiqiy RX 580, keyingi chiqqan 2048 SP emas. Bu haqiqiy o'sha RX 580 ning o'zi. Hop, doimiy xotiramiz qolib ketdi. Orada men bu sborka tashqaridagi kompyuterlarda HDD qattiq disk qo'ymaganman, ularda faqat SSD va menda bori bu SATA 3 bu yerda qo'yilgan 1 terali, ya'ni qanaqadir исходный fayllar kelib qolsa, Full HD 4K bitta kamerali montajdagi bu kompyuter bemalol montaj qilishga yetib ortadi. Hattoki Full HD 3 ta kamerali montajdan amalga oshirsanglar bo'ladi. i5 10400F 16 operativka RX 580 bemalol qo'llab-quvvatlaydi. Va bir vaqtda o'zi 2-3 ta Full HD yoki bitta 2K, 2-3 ta Full HD monitor ulab ishlatishga ham yetib ortadigan kuchi bor. 1 terali oddiy SATA 3 SSD qo'yganman. O'zi bunga NVMe SSD qo'ysa ham bo'lardi. Boyga aytganimdek, menda bori bu. Ya'ni ortiqcha pul ishlatgim kelmadi. Muhimi menga ishlarni qilib bersa bo'ldi. Shuning uchun o'yinda ham endi menga dahshatli katta faylli katta ishlar qilinmaydi bunda. Ya'ni juda ham katta tezlik shart emas. SATA 3 skors yetib ortadi. Ya'ni o'rtacha 500 MB sekund ishlab bersa ham baribir odatiy harddan ko'ra 2,5 barobar tezroq. Shuning uchun SATA 3 SSD muhimi 1 terali. Ushbu sborkamizga qo'yilgan, umumiy tok bilan ta'minlash uchun Cooler Masterdan adashmasam 550 wattligida blok pitani qo'yilgan. Bu ham studiyamizda bor edi. Shuning uchun mana shunaqa juda ham qulay, chiroyli, ixcham ko'rinishdagi kompyuter yig'ilgan. Bu o'sha gaming kulda 4 ta o'zida kulleri chiqadigan keysga yig'ilgan. Muhimi chiroyli akvarium keys bo'lib turadi. Bunda kompyuter monitor yonida turganda ham chiroyli, ham o'rtacha kuchdagi, ya'ni hozirgi kundagi budjet kompyuter deyishim mumkin chiqib olib, men dahshatli kompyuter yig'dim, menda dahshatli kompyuterlar bor demoqchi emasman. Shunchaki menda shunaqa tushunchalar bor. Men umuman kompyuter sborkada boshqalar pul tikkisi kelmaydigan joylarga ko'proq pul tikib tashlaydigan odamman. Masalan, o'zimning kompyuterimdagi hartlarning narxi kompyuter o'zidan ancha qimmatroq yoki monitorlarimning narxi o'zi kompyuterlarimdan qimmatroq bo'lishi ham mumkin. Ya'ni hammani qiziqishi, hammani nimagadir e'tibor berishi bir-biridan tubdan farq qiladi. Menda eng muhim narsa birinchi o'rinda kompyuterda monitorlar hisoblansa, undan keyin qattiq disklar,
SSDlarning hajmi qanaqaligi, undan keyin protsessor, plata, operativkalar menda rol o'ynaydi. Bu hammada shunaqa bo'lish kerak degani emas. Bu prosta meni shaxsiy prinsipim. Shunchaki sizga shuni ulashmoqdaman. Muhimi, boyga aytgandek, Premiereda ham, DaVinci'da Full HD 4K bitta kamerani 4K da bemalol montaj qila oladi. Shaxsiy brendli, odatiy kontrda muhimi o'ynayotgan paytda to'g'ri RX 580 bilan uzog'i 180 o'ynash mumkin. O'zi bu 320 Hz monitorda turibdi, lekin keyinchalik bitta shu videokarta qoldi, o'zi almashtirishim kerak bo'lgan. Balki 1660 super yoki 2060 superga nasib qilsa almashtirish niyatim bor, lekin bu yaqin 5-6 oyda emas. Ya'ni boshqa planlar bor. Eng hozirgi mana studiyamdagi oddiyroq ko'rinishdagi kompyuter hisoblanadi. To'g'risini aytaman, ushbu zborkani yig'ishda, ya'ni qo'llab-quvvatlashda yordam bergan Sergey akaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ya'ni trade-in xizmat qilmoqchi bo'lsanglar, O'zbekistonga yetkazib berish xizmati ham mavjud, garantiyasi ham bor. Qo'shimcha pul qo'shib boshqa kompyuter olib ketmoqchi bo'lsanglar, noldan kompyuter yig'moqchisizlar yoki sizlarda kompyuter bor, shunchaki olib borib sotmoqchisizlar, notebookmi, shaxsiy kompyutermi, monoblokmi, Sergey akani manzillarini qoldirib o'taman. Sababi mana shu studiyamdagi asosiy bo'lgan shu 4 ta kompyuter bo'lsa, 4 ta kompyuter zapchastlarining juda ko'pini men to'g'risini aytaman, kimdir o'ylashi mumkin, mana ko'p obzorlar qilganimga ana taxkoy texnikalar ishlatadi, u bu deb. To'g'ri, monitor, klaviatur-mishkalarni faqat yengisini olib ishlatishga harakat qilaman, lekin mana bunaqangi kompyuter, mana bunaqangi texnik qismlarni juda ham ko'p holatda yaxshi narxga kelib qoladi yoki qarab yuraman. Ko'zim tushgan payt yaxshi texnikani borib darrov almashtiraman, chunki istalgan, misol uchun platanimi, protsessorimi yaxshi ishlagan bo'lsa, testdan yaxshi o'tgan bo'lsa, hatto videokarta ham nima deydi, bir oy ishlagandan keyin uni narxi 2-3 yillik videokartalar bilan deyarli bir xil narxda bo'lib qoladi. Misol uchun bir oy ishlatganman deganingiz bilan odam bir oy ishlatibdi-yu deb $20-30 arzoniga pul tejima deb sizdan olmaydi. Undan keyin $30 qo'shib yengisini olib qo'ygani yaxshi. Meni prinsipim shunaqa. Ya'ni men o'zim juda ham ko'plab yangi texnikalar yoki BU texnika obzor qilganim bilan ko'proq kompyuter yig'ishda o'zim ham nima deydi, BU zapchasidan ko'p kompyuter yig'ganman. Ya'ni yaqin orada eslolmayman, bitta o'zim uchun kompyuter yig'ganda 100% hamma zapchasini yangidan yig'gan holatimni o'zim uchun to'g'risi eslolmayman. Marhamat, shunaqa zborka yoqqan bo'lsa, Sergey akaga murojaat qilib xarid qilishingiz mumkin. Endi men videoda narxini yozib qo'ydim, videoning boshida. Ya'ni nomida o'zi bu narx albatta 2026-yil mart oxiri, ya'ni aprel oylariga to'g'ri keladigan narx. Balki bu narxga bundan zo'r kompyuter yig'ishingiz mumkin, narxlar tushib ketib qolsa, SSD operativkalarniki yoki bunaqa narxga yig'a olmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun real time'da bilish uchun Sergey aka shu do'koniga murojaat qilib so'rashingiz, kompyuter xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu bizning studiyamizdagi kompyuterlarning bittasi haqidagi video edi. Bularni taxminan necha FPS berishini bilaman. Shuning uchun o'zim kompyuterlarni mavzu qilayotgan paytda o'yinlarni, testlarni ko'rsatib o'tirmayman. To'g'risini aytaman, necha FPS berishini, ya'ni o'rtacha 180-170 atrofida o'ynasanglar bo'ladi. Orada kartaga qarab 200-210 gacha chiqishi mumkin. RX 580 bo'lsa ham, ya'ni past sozlamalarda. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Ushbu seriyali videolarimizni ko'rib boring. Keyingilarda qaysi kompyuterlar nima ish uchun mo'ljallanganligini o'zinglar uchun bilib borishingiz mumkin. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul, effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.